Ko'rib turganimiz Sag'bon Residence loyihasi Olmazor tumani Sag'bon ko'chasi joylashgan. Nurafshon ko'chasidan Sag'bon ko'chasiga qayrilishimizda o'ng qo'lda keladi. Islomobod masjidiga ham juda ham yaqin masofada. Xullas, mana shu lokatsiyadan nastroy olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, 7-etajidan 1 kvadrati $890 dan 93 kvadratli kvartiramizni sotuvga qo'yilgan. Deyarli 60-70% ishi bitgan, ancha-muncha rasxod qilib qo'yilgan. Hozir ichkaridan ko'rsatib beraman. Xo'sh, pod'ezd eshigidan boshlaydigan bo'lsak, quruvchilar bergan standart eshik emas. Eshiklarni ham yaxshisiga alishtirishgan. Bismillah deb kirib kelamiz. Ko'rayotganinglarda ancha-muncha ish qo'yilgan, ancha rasxodli joylari уже ketgan. Tepli pol, elektrika, santexnika hamma ishi bo'lgan. O'ng qo'lda birinchi xonamiz zal, mehmonxona bo'ladi. Panorama oynalar qo'yilgan, yonida kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Gazlar o'tkazilgan, kotyollar hamma narsa. Xullas, ozgina mehr bersanglar, o'zingizlar vkus bo'yicha bitirib olsanglar, juda ham chiroyli kvartiraga aylanadi. Undan keyin xonamiz bu bolalar yotoqxonasi bo'ladi, kattagina razmerda. O'rtada ikkita sanuzulni ko'rishimiz mumkin. Bittasini prashni xona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu tarafimiz yana bitta alohida sanuzul, kattalar yotoqxonasi uchun. Yotoqxonamiz ham kattagina razmerda, o'zini balkonlari ham bor. Ko'rib turganinglarda 3 xonali 93 kvadratli kvartiramiz deyarli patqatlon narxida tayyor qurib qo'yilgan, shuncha rasxod qilingan. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz, bemalol savdolashib olsanglar bo'ladi.